64. Qo'l ostidagi xizmatchilarni qandoq tutish kerakligi haqida. Qo'l ostingdagilarni yaxshi tutqin, yemak-ichmak bergin, yer tiqini yama. Kuchiga yarasha yuk ortqin, qodir Xudo sendan hisob oladi. Ularga ortiqcha mushaqqat yetkazma. Shundoq qilganda Xudo uchun ajr qilgan bo'lasan. Ularning hammasimi Xudoning qullaridir. Ularga zulm qilib o'zingga davzaqni amma. Sen ulug', martabalik. Ular bo'lsa sendan kichik. Ulug'lar kichikka shafqatlik va xushmuomala bo'lishi kerak. Ulug', martabalik bo'lganda ko'ngilni kichik tut, ey o'g'il. Ulug'ga kichiklik yarashadi. Aql farosatliklar sana nima deydi angla. Bu so'zga amal qil, ey bilimi kang. Agar sen xalqqa ulug' bir bag bo'lsang, diling va tilingni kichik tut, o'zingga foydaliq. O'zingni unutma, yo'lingdan yengilib qolma. Baxt va salomatlik yo'lini etib qo'yma. Uy joyingni bak pokiz ozoda tut. Ey qo'li kang, sehi, sana baxt davlat keladi. Osh taom, non tuzingni kang qil. Yaxshi nom qozinasan, baxt sana yor bo'ladi. Kiriminga yarasha chiqim qil. Chiqim bo'lsa, darhol kiriminga nazar sol. Ilm birimga abjil yaxshi bo'l. Har qanday vaqtda ilm birim qilsang yo'ling ochiq bo'ladi. Ba'zida qo'ling qisqilik qilsa, kishiga hojatmand bo'lma, ey mard botur. Seni yaxshi ko'rguchilar anglaydi-yu, yordam qilolmaydi. Seni yaxshi ko'rmaydiganlar tinmay kuladi. Yo'ldosh, do'st, qarindoshlar oldida e'tiboring qolmaydi. Buning alimidan ko'ngling zidi bo'ladi. Odamlarning yaxshisiga aralashib munosabat qil. Odam bo'l va odamlar orasida yasha. Sherik ishlarga aralashma, melingni qo'shma. Pushaymondan qizil mangzing sarg'iydi. Cho'ng yo'lga yaqin yerga o'y-joy sanma. Zini tegidu, buni yaxshi hisobga ol. Bakka va toshqin daryoga qo'shni bo'lma. Saroy qo'rg'iniga yaqin turma, ey ko'ngli tuz. Bu uch qo'shnichilikdan sana foyda tegmaydi. Uning zini tegsa amal bo'lmaydi. Uy olmoqchi bo'lsang, qo'shnisini so'ra. Yer olmoqchi bo'lsang, suyini so'ra. Yomonga qo'shilma, sog' salomat bo'lasan. Xuy paylingni to'g'ri tut, tulpardek javlon qil. Baringga qanoat qil, bag nomini ol. G'am qayg'uni qisqa qil, shodlikqa yuzlan. O'limingni unutma, sagak bo'lasan. Egangni unutma, ko'zing ochiladi. Ehtiyot bilan so'zla, qayg'u ko'maysan. Kunlaringni behuda o'tkazma, pushaymon qilmaysan. Ortiq takabbur bo'lma, tetiqsiz bo'lasan. Ortiqcha pisiq bo'lma, nafratga qolasan. Odamga odamgarchilik qiladigan, dili kamtar kishi nima deydi, angla. Yaxshi nomga ega bo'lay desang, sehiy bo'lishga bak diqqat qil. Erkin odamni qul qilay desang, ro'shanki sehiy bo'l, mol tarqitib be, o'lishingni ado qilgan bo'lasan. Kunlarning birida yuksilib beshim ko'kka yasson desang, hamma ishni ko'zitib bilim bilan ishla. Nomingning dunyoga tarilishini xohlasang, musofirlarga yaxshi qara, noming tez tarqaladi. Rohat farog'atda o'tay desang, g'aflatni tashla, ey xushbe'il. Xudoga ibodat qilay desang, vujudingga bo'ysunma, buning ishkini at. Jimi yaxshilikqa yetishay desang, vujudingni qisib tut, havoyi havasni bos. Taqvodor kishi bek yaxshi aytgan. Bu so'zga amal qil, ey shosh yigit. Vujudingning orzu tilaklarini qondirma. Vujud orzu tilakiga yetsa, egisining beshini yeydi. Uningga yaxshilik qilsa, u yomonlik qiladi. Uningga yomonlik qilgandila, ilojisiz bo'ynini egidi. O'gdilmish so'zini tugatdi va dedi, ey qarindosh, avomning yo'soni ana shundoq bo'ladi. Bularni so'zlab berdim, sen anglading. Buni tushungan bo'lsang, endi so'raydigining qolmagandi. O'dg'irmishning o'gdilmishga savoli. O'dg'irmish javob berib shundoq dedi. Ey tuz ko'ngil, buning hammasini angladim.
Senden so'raydigan yana bir savolim bor. Unimi menga echib aytib bergin. Men kishilar bilan aralashsam, ular bilan xushal-xo'ram berib kelish qilishim kerak. Shubhisizki, meni ziyofatga taklif qilishidi. Menmi ularni taklif qilishim kerak. Ziyofatga qandoq berish va qandoq yeyish kerak? Taklif qilsa qandoq chaqirish kerak, ey do'st? Bunimi menga ochiq aytib bersang, bu ishdan bahramand bo'lay.